ko'zimizdagidek qanday qilib under eye bags qorayishlari maksimum yo'qotsak bo'ladi. Juda ham easy narsa bu. Birinchi nima cause bilaylik, nimadan kelib chiqyapti bu? Qanday qilib treat qilsak bo'ladi? Birinchi o'rinda infraorbital, supraorbital bor. Bu suyaklar, mana shu ko'zimizdagidek infraorbital. Agar sizga suyak massasi yetmasa, sizda shunaqa adaptatsiya bo'ladi. Bu birinchisi. Endi adaptatsiya qanaqa bo'ladi? Sizni tagida, mana shu ko'zingiz tagida yaxshi support bo'lmasa, teringiz o'zi adaptatsiya qiladi. Qanday? Ko'p teriz keratin, kollagendan tashkil topgani hisobiga shu joyga qattiqroq keratin, qo'ltigingiz tagidagi terlari, qo'ltigingiz tagidagi keratinni ishlab chiqarishni boshlaydi. O'zingiz bilsangiz, keratin ikkita bo'ladi. Bittasi terlar ikkita bo'ladi. Bittasi keratinlashgan, bittasi keratinlashmagan. Keratinlashmaganga o'tadi. Bizda agar keratin bo'lsa, bir qavat to'kilib tushib ketadi. O'sha keratinlashmaganga o'tadi. Shu keratin chainlari bir-biriga yopishib, o'sha qattiqroq, ko'proq poli keratinlari yaratadi-da, shunaqa qorayishni beradi yuzimizga. Bu aslida keratin, ya'ni kuchli keratin bond. Keratin. Endi birinchi cause bone mass bo'ldi. Bizga bone yetmasligi. Ikkinchisi hammasi keratindan. Endi endi qanday qilib buni treat qilsak bo'ladi? Birinchi o'rin bone yig'ish, ikkinchi o'rin yaxshi uxlash, uchinchi o'rin dietada ko'proq yog'li mahsulotlar bo'lishi, keyin doim shu o'ziga take care qilib, zalga chiqib, tanangizda qon aylanishini doim yaxshilab, to'g'ri dietaga amal qilib yurishingiz kerak. Suyaklarni o'stirish kerak. By the way, this is my cat. He's so fucking energetic. Ismi Tutu, xullas zay balqvordi bu. Aqasakrab. Bone mass solution qanaqa? Sizlarga aytganimdek raw milk ichida bizga protein kerak. Go'shtli mahsulotlar, ya'ni protein tanangizga tushgandan keyin leucinga aylanadi. Leucinic acidga aylanadi. Bu leucinic acid tanamizga, shu suyaklarga, muskullarga yaxshi nutrient, yaxshi micronutrients berishga yordam beradi. Keyin bone smashni ham esdan chiqarmanglar. Bone smash faqat ko'z tagiga emas, zigomatikga qilinadi. Bu ishkan hisobiga bu tarafiga ham osteoblastlar bitta shetga emas, o'sha atrofiga ham yig'iladi. Keyin beauty quadringa amal qilish kerak. Beauty quadringa обязательно amal qilish kerak. Buni sizlarga rasmda tashlab